Tezkor xabar. O'zbekistonda dollari borlar tezda ogoh bo'ling. Ertaga 14-aprel kuni dollar bunaqasi bo'lmagan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 14-aprel kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rublining kursi 2,14 so'mga ko'tarilib, 154,51 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 436,37 so'mga ko'tarilib, 14,779 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 11,95 so'mga oshib, 12,980 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistondagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Like bosib, obuna bo'ling.